30 yoshdan keyin faqat tayini yo'q seriq tuklar bilan umrini bilib o'tkazadi. Keyincha balkim bir necha pista beqib qilishi mumkin. Meni hozirla taqib boshlab chiqing. Bugunli berib, uningga o'zimni ko'rsatmasam saroyni taqib tarki dunyo olib ketdiman. Ko'rishmagan uzun bo'pti, nima ish bo'ldi? Gap topmasdan nima bo'ldi deb so'rayapsan? Nima qilganing ko'nglimga ayon? Men boshqalarning mendan mushundaq deb so'rashidan an qo'rqaman. Chunki men qilgan eski ishlar bekli ko'p. Ammo bundaq bosh oxir yo'q solqib javob beraman. Bilarsizlar, odating kelmagan-ku. Men shundoq qo'pol to'mpay, bilan qurishimiz sat o'g'il do'stim, qiz do'stim yo'q, o'tir yash mazgilimni seriq tuklar bilan o'tkazman. Umrimning oxirida pis boqishdan boshqa ishga qog'i kelmayman. Vaqtni aytib o'shaq bolalarni odam aldaydigan gupsini o'g'itadigan aldamchi. Ha? Aldamchi? Ha, yilqi sirliq shaxs sanmaydan? Ma'qul, ilishsaq ilishdik. Hissiyatimiz mudavalg'ug'ila uzun vaqt bo'lgan. Ammo bir maydon ilish bo'lgandan keyin bir xil to'y qilayli bo'lmasa. Bu yuragim nimadoq ansiz so'qib ketadigandir. Xuddi qonlarim tomirimdan teshib ketadigandek his qilyapman. Ona faqat mushu kuchila ustozning qanchalik karomati borligini isbotlab beraylik ekan. Ammo ayol xo'jayin tavrinibmi qo'ymadi desa, xuddi tog'dek mustahkam turyapti. Hermana. U chaqchaq qilyapti nima? Bu faqat pambıqning sunuq ekan-ku. Men usturdim. To'y qilamdiq yoki meni ishtiraytamsan ixtiyoring. Men senga qilch qiziqmayman. Kelishganimiz bo'yicha e'tiborli shogirdingning talabini o'rinlab ber. Pa, asli sen so'ltak. Meni setib ketgansan-da. Hammasi mening bu bir necha kundan buyon haraqni bek ko'p ishlatganligimda bo'ldi. Xeyli vaqtgacha o'shimni bilmagachga bu so'ltakning damiga tushibdiman. Endi qanday qilish kerak? Rostilla, uningga hiliqi bo'lmaydi. U texi amdala 14 yosh tursa, texi bir seriq tok, to'liq yetilmagan, ish bilmaydigan tursa, qanday lazzati bo'lsin? Bo'ldi bas. Sizning qallingiz butunlay shayxona xiyolog'i to'shib ketibdi. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Bundaq ishga oldirqil bo'lmaydi. Ammo ba'zi ishlarga oldirmay bo'lmaydi. Lekin menga astoydilroq holda asqatadigan gumpaga aytsangiz bo'lmamdi ustoz. Shaulu, demakchi bo'g'ining men burun uyatganda astoydil muomala qilmadim, shundaqmi? Mening ko'nglimni faqat tushunmaydi ekansan. Seningchi men shogird tarbiyalamay balki armak havan beqiytibman-da.
Boshqasini demay turayli. Ataman degan yilqi sarang bilan kelishib qo'ydim. Faqat seni qarg'a keladigan qilib tarbiyalab chiqsamda kelishgan yigitlar bilan nurg'un pullarni inom qiladigan bo'lgan. Pulni qo'yib turayli. O qiyrsang rostali kelishgan yigitlarni tepib beralami? Hay, bayaq gapimizni davomlashtiraylik. Sizning qanday ajr qilganingizni deyotgan. To'xtab tur. Sen menga o qiyrining nerdan kelishgan yigit tepib berdiganligini o'ylashib ber, ha? Siz yana hilqidek ayol bo'lsangiz bo'g'idek. Bu balanizni mening ko'nglimni xato tushunding. Bu 2 yildan buyon sen uyindigan do'rliq suga qanchalik pul xarjlaganimni bilamsan. Ish qilib paraq ichgan qimor o'ynaganlaringizdan ozdi. Ammo uning unumini ko'rgansan, ishonmasang Leonardan so'ra. O rostaydi. 2 yil burun sizning tiningiz xuddi chujidek ojiz edi. Gerçi gumpi ögünüşkü layık bolsunuzmu, ama cisminiz bununla yer vermeydi. Ama tönügün sizge gumpi ögetkende şundaq tezli ögünüp aldınız. Menimce bunu doğruluk suğu çilinişten ayırıp qargılı olmaydı. Ondaq emasdi. Men gerçi avliyalik yetiş bilan gumpi mashq qilishni ayrim yo'l bilan mangdiganligini bilsammi, ammo o'xshash shogirdlarning menga o'xshash oldi bilan badanni kuchlantirganligini anglab baxmadim. Ularning ahamiyat bergini shaxsning tavlanishi, to'g'mi tan sapasi emas. Ustozingız sizga shuncha ajr qilib badaningizni kuchlantiribdi. Menimcha uning cho'qim bir maqsadi bor. Mening obdan solimdasan. Meni hammadan bek tushunasan. Sening bundan rozi emasligingni men burili bilgan. 2 yilgacha kunda do'rliq suvi chilinishga buyurishdagi maqsadim seni bevosita holda Wushan jango mahoratini o'rganishga yetaklash uchundir. Bu mahorat bo'lsa jindan darajasidagi mashq qiladigan mahorat. Ammo sening ahvoling alohida, to'g'ri, sening yildiz xususiyating alohida. Zimin va osmondagi yerlar bilan mos kelishi nihoyat kuchli. Ya'ni yerlar sening badaningda to'solg'isiz erkin harakat qila olishi kerak edi. Bunday ahvol odamni bekli xushal qiladi. Ammo afsusnarligi amaliyoti bunday emas. Sening badaningda yuchiq bor. Yerlar bir tarafdan kirib, yana bir tarafdan chiqib ketadi. Demakchi bo'g'unim, sen yerni badaningga yig'amay, sehrli kuch hosil qilolmaysan. Ammo mening Wushan gumpamning karomati bek cho'ng. Bir ikki og'iz gap bilan tushuntirib o'g'ili bo'lmaydi. Ammo yig'inchoqlaganda sendagi uyguchiqni faqat Wushan jango gumpisi orqali majburiy to'sib qo'yib turib, andin bu to'siq qilib ishlatgan seg'im saqlag'ishqa qaytadan yal qachilganda balkim sendagi yuchiq etilib qilishi mumkin. Garchi bunday qilish sehrli yildizning qonuniyatiga xilof bo'lsa-mu, hech bo'lmaganda sen avliyolik yo'lida tavlanish fursatiga erisha olaysan. Nimalar degan bilan avrishga bo'lib o'ltirgandan yaxshidir. Mening seni davolash usulim garchi ilg'or bo'lmasa-mu, ammo o'zimning yarlik usulimni xelala bo'lib qoladi. Zo'rig'imi shunday qilmay amal yo'q. Men tushundim. Ondaqda men doğruluq suga yana qanchalik vaqt chilansam, ondan Wushan jango mahoratini mashq qila olayman. 34.867.890 yil vaqt ketarmikin? Bu sarangdek sonlaringiz g'alati chiroy ifodingiz orqali nima demoqchisiz? Dorining unumi vaqtning o'tishiga ergashib qo'raydi. Shunga dorining darajasini yuqori ko'tarishim kerakdi-ku. Buni men albatta bilaman. Ammo ish unda qasam bo'lmaydi ekan. Yilim shu dorini deb xonavayron bo'lay deb qoldim. Uning darajasini yuqori ko'taradigan nada pul? Undaq emas-ku. Bu topqili bo'ladigan qimmatma emas dorilar ekan-ku. Farishta topmoq tez. Ammo arish dunyosida resep sal qimmatroq bo'lgan bilan dori materiali nagil ba'zi uchraydi. Mundaq chiqib aytganda Wangluning haqiqiy varislik to'liqmi sig'ili keladi. Shaolinglar, bir erni deb meni mushunaq o'sal qilsang bo'lamdi. Qo'rqib noz qilib dorini almashtiring. Tavlanish jaryonim nihoyat o'ngishli bo'lmoqda. Keyingi bosqichga tayyorlik qilish uchun mayli jismoniy jihatdan yoki ruhiy jihatdan bo'lsin, cho'qim yaxshi kayfiyatni shakllantirishim kerak. Bong birodar, men yaqinda tog' bag'riga tushib chiqmoqchi. Navbat sizga qulaylik bo'lsa, Lanshi bozor atrofida ko'rishsak. Unumi haqiqatan boshqacha ekan. Bu bir chilak tangdashsiz do'riga chilangan hamon butun badanim shundoq rohatlanib, uchayotgandek his qilib qoldim desa. Az degandimi 20 yillik qaroq pulim ketdi. Qancha qitim majang o'ynasam andin qaytarib olaman. Vah, chilinib bo'ldingizmi? Yomon emas-ku, boshqacha olib ketibsiz. Shundaqmi?
Sırtqı qiyofatingizdan qaraganda bilinmagan bilan sizda yoshirinib turgan bir xil kuch bor. Bu chilinish bilan texmo o'z joyini topadigan bo'ldi. Bundan keyingi yo'lingizga texim foydasi bo'ladi. Köygensen, mana bu tangdaşsız doğrudan karameti. Aha, ne bo'ldi? Mana nimandaq çekşiysen? 2 yılgıç künde çılanmagan bolsan, bundaq bir qitim çılanıp önümünü körelemdin, ha? Endi navbat Wu Xiang Jengo'ga keldi. Xo'jayin, qani, ilola. To'sig'im bek ichib ketdi. Mana, men keldim. Tamamga mazat chiqmaydi-ku. Onu bunu dep yürüp mezhepke kirgenigim 2 yıl qapdı. Senin ustazın bolgan turup, sana texi özümden haqiqiy gumpses imamni tunishtirmadim qodayman. Rost deysiz. Bu 2 yilda siz bir bo'lsa chilashqidek ichib yurdingiz, bir bo'lsa o'lik cho'shqidek uxlab yetib ketdingiz. Bunda qilsangiz vaqtingiz chiqamdi. Sendek yumurluqchimi? Ishqilib bu Wushan gumpsini men yosh vaqtimda ijod qilgan. Tavlanish bosqichidagi ko'pligan qancha burunqi gumpi bo'lsa shuncha kuchli bo'ladi deb qaraydi. Shunga ko'pincha kishilar boshqalarning ijodiyatini ancha ko'zga ilib ketmaydi. Amaliyotda undaq emas. Avliyolikqa yetishning dardini tatib baqqan odam o'zi biladi. Boshqalarning gumpisi nima qilsin boshqalarga tava bo'ladi, o'zining bo'lmaydi. Faqat odam o'zi cho'nqir izdinish orqali vujudga chiqargan narsalar ondan haqiqiy o'ziga tava bo'ladi. Demakchi bo'g'iningiz boshqalarnikiga havas qilmay cho'qim o'ziga tava narsani bilish kerak, shundaqmi? Bu chiroyli o'xshatishning yuzini qilib to'g'ri deb turay. Gapimizga kelsak, Wushan gumpisi mening mashq qilishimga eng mos keladi. Ko'p yillik to'xtamay izdinish natijasida shundaqla Wushan qilichi qatorliq bir qator tarmoq gumplarning qo'shilishi bilan Wushan gumpisi yulduz qomusida nihoyat mukammal bo'lgan bir sistemani shakllantirdi. Yulduz qomusi deganimiz xislatli shamshar mazhabidagi atamonlar 1000 yildan buyon varislik qilib kelayotgan gumpa. Anglashga bek qaltisdak anglanadi. Ammo mazmuni faqatla yangilanib boqmadi. Shunga nihoyat osondagi bir qism to'g'mi talanti bor. Bu gumpani egilib bir boshqa ib chiqalaydi. Ammo mening Wushan gumpam uningga faqatla o'xshamaydi. Bu davr bilan tang ilgirlab qolmasdan yana g'oyat zo'r kuchga ega. Voy onamay, bu narsa davr bilan tang ilgirlamda. Shunda hozirgisi 98-nusxasi. Mening Wushan gumpamning eng chong alohidaligi shuki, sig'imchanligi yuqori, qurilmasi kuchli. Qanday o'zgartman desang, shunday o'zgartgani bo'ladi. Har qaytim yangi o'y fikrlar xiyolimdan kechganda uni kirgizib qo'yaman. Asosan har yili degidek mazmuni o'zgarib turadi. Bir yilda bir qatim o'zgartish. Belki o'zbekimchilik bo'lib ketdimi nima? Biroq hozirga qadar Jujuda mening nagil bas ishlaydigan Wushan gumpamning danqi ancha chiqmadi. Ammo buning nomini tatish sendek shogirdga bog'liq bo'lib qoldi. Seni haqiqiy oxirgi pallaga yetkazolmaydigini faqat mening Wushan gumpamdir. Buni hargiz unutib qolma. xislatli shamshar mazibini nemishqa sizdek odamni men ustoz qilib avatganining sababini hamda bilgandek bo'ldim. Amsa atadan boshlab Wushan gumpisini mashq qilishni rasmiy boshlaymiz. Sur'ating yomon emas. 3 kundalik dastlabki qadamni yaxshi bosding. Keyingi qadamda tan ichini ko'rish mahoratini egilib olgandan keyin odam badanidagi mo'jizani o'z ko'zi bilan ko'ra olaysan. Mening Wushan gumpam bek qaltismikan? Bu qanday qilaymiqan narsa? Ajdarxoning parishga tushishi gumpisi bilan bek farqlanmagida qismi. Ammo nemishqa butun badanim bundoq og'riydigandi, ha? Yoki men hammani egilib bo'lgan o'xshamamdiman. Amda texi shaklni bilding. Buncha tezda hammani bilib o'g'il bo'lmaydi. Hozirgisi birinchi bosqich. Ammo men seni bu bosqichga oz degandimi 10 kundan 15 kungacha sarf qiladi deb o'ylagan. Ismi jisman Allohga tangdashsiz sehrli yıldız bo'lishga munosibkansan. Tavlanish sur'ating odamni hayron qoldiradi ekan. Badallarim og'rib bo'lamayli qoldim. Badallaringdagi barliq og'riqlar pasayganda, sening tavlanish holatingmi muqimlashib, kuchini ko'rsatilgan chaq bo'ladi. Demakchi bo'g'iningiz bundoq turishimmi oxirlashadi ekanda? Aski, menga po'xirlik qilib qolsang qanday qilaman? Mumkin emas. Menga o'xshash mashqni oldi bilan yaldan boshlamay, balki badandan boshlaydigan bu xil usul haqiqatan g'alati. Ammo bunda qamishda qoidaga bo'ysunadigan avliyolar dunyosida hech kim menda qilib baxmagan. Ammo sehr bo'lmagan avliyoning badani odatda bekla ojiz keladi. Hech qanday zarbaga bardosh bermaydi. Shundaqla yangi badan holatiga kirganda to'lg'oq azobidan beklak azob tortadigan gap. Yedim yaxshi seni 2 yil do'rliq sug'chilantirib ekanman. Shon sening badaning buncha cho'ng o'zgarishga bardosh beraladi. Men seni buning bardosh beramasmikin deb qo'rqqan yelim yaxshi hayot qoldim. Wushan Jengo'ning birinchi bosqichi o'ngishli tamomlandi. Bu endi mening gelmashig'imni boshlasam bo'ladiganligini derak beramdi qandaq. Aldirgan yo'lda qala.
Sening yalmashig'in boshlashingga xeyli baldir. Badaningdagi yuchiqish bo'lmaganda 9-10 bosqichga bormoqchi to'liq etilmaydi. 9-10 bosqich? Bu Wushan gumpisi zodi qancha bosqich? Hozirga qadar 120 bosqich deyishga bo'ladi. Men o'zim 103 bosqichga keldim. Ammo davr bilan tang ilgalaydigan Wushan gumpisiga nisbatan sig'imchanligi yuqori, uncha zig'irlab ketmaydi. Bu bakla oshirayotganlikmi nima? 3 kunda bir bosqichni tugatsam, bir oyda 10 bosqichga keladiganman. Shundaq bo'lganda azob dengizdan qutulgan kunlarim oz qolgandek. Qara, seni karavotdan tushamay yotadigan bo'lding. Oshxonaga boramaysan aqichan, shunga men o'z qo'lim bilan sana tomoq atdim. Bek ta'sirlanib ketgansan. Yo'q! Wangluning turmushi yana 2.1 siziqqa qaytib kelgan edi. Kunduzi Pyongyang cho'qqisida o'rganish a'lochisi bo'lsa, kechalari Wushan cho'qqisida Wushan gumpisini mashq qildi. Kunlari shundoq ma'nilik o'tib o'tadi. Badaningdagi yal, bir oy vaqt tezda o'tib ketdi. Wushan Jengu gumpisining 3-bosqichiga kelgan edi. Surikti o'zi o'ylagandek undaq tez bo'lmasa-mu, ammo ustozi uni hayron qolarlik darajada ilgarilayotsan deydi. Qoida bo'yicha bu xil ahvoldan oid o'ngishli ketyotdi deyishga bo'ladi. Mashqingiz shundoq yaxshi ketyotdi-ku. Meni nimaga izlab keldingiz? Rostli yaxshi ketib bordi. Birinchi bosqichdagi jon oladigan og'riqlar endi paydo bo'lishga boshladi. Ammo ustoz bu gumpining aks ta'sirining yo'qligini derak bermaydi. Shundaqla sening badan og'riqingning bardoshlik berish kuchi oshdi. Mushundaq ketaversa, uxlayotgan vaqtingda boshqalar sening bir yeringni kesib etsa-mu, sezmaysan deyotdi. Ammo tovlanish jarayonida men bir masalani bayqab qoldim. Oldi bilan Wushan gumpisi hech qanday narsaga tava bo'lmaydi ekan. Masalan, ilohiy kuch oshgan sari odam eyiqdek kuchlik yoki yilpizdek tez yugurib ketsa, to'g'ri bo'ladi ekan, lekin yaqinda bu mening yugurishga tezligim sal ostlab qelyotdi. Yanada hissiz o'gatgan ajdahoning parishga tushishi gumpisini burunqidek yaxshi mashq qilolmaydigan bo'lib qoldim. Undaq emas-ku. U gumpini yaxshi mashq qilayotganligingizni ko'rgan edim. Tushundim. Yepib ketibdi. Yuqori darajadagi gumpa tuvan darajadagi gumpini yepib ketdi. Masalan, sizni Liuyang Rongshu gumpisini o'rgandi deb qaraylik. Ammo keyinchi siz Juyang Shingun gumpisini o'rganib qolsangiz, oldida o'rgangan Juyang Rongshuni besib ketdi. Wushan Jengu bo'lsa ilohiy gumpa. Albatta parishtaga bunday gumpalarni besib ketdi-da. Shunga shundaq ahvol kelib chiqadi. Bu odamga ziyonkashlik qilib bo'lmay nima? Butunlay egilib bo'lgandan keyin hech qanday narsaga taba bo'lmay oldida o'rganganlarimning hammasi tugatsa, bu qandoq bo'lg'ini? Ammo Wushan gumpisi bekli qaltis. Bundaq biror 2 gumpini besib ketganga hech narsa bo'lmaydi. Bu tasalli hech nimaga dal bo'lmaydi. Haras, siz hozirmi mening ustozim-ku? Men ham yepib ketmaydigan, balki oshiradigan amalni siz chuqur bilasiz. Menga yordam qiling. Ammo siz degan xislatlik Shamshar mazhabining odami tursangiz, mening yordamimga oshdan tushmaydi. Xo'jayin, sizning yushirinib turgan nurg'un mahoratlaringiz bor. Hammadan ishonchlik, o'tinib qolay, o'tinay. Amaliyotda sizda shogirdni tarbiyalash menga bekli qiziqarli bilinadi. Ma'qul, sizga birini o'rgatib qo'yay. Avliyolikqa ko'tarilish yig'ilishida mazhabdagi 2 odamning qilishni qurol qilib ushqin esingizda bormi? U gumpning ismi qilish qimini bavod uchish deb ataladi. Noting sehrlaridan biri. Badanni eng unik holatga akasak surat texma shuda texma tez ushqul bo'ladi. Ammo Wang Wu bunga faqat qiziqmaydi. Shunga Wushan gumpisida yenik mahoratlar yo'q deyarlik. Ammo sizga o'rgatmoqchi bo'lganim odatdagi odamlarning yenik qadam mahorati. Shunga qilish qimini bavod uchishni asos mashq boshlanganda andin o'rganalaysiz. Qilishga o'tirish mahoratini asos mashqqa tushgandan keyin andin o'rganasiz. Shunga hozircha men o'rgatganni o'rgansangiz texma to'liq bo'ladi. Bu mahoratning ismi bo'lsa chirmash qadam. Siz bu mahoratni o'rgansangiz yuqorgi yamishda erkin holatda yamishib qolmay, yaqin oraliqdagi urush vaqtida qarshi tarafga chirmishib turib ustunlikni egallayalaysiz. Bu xil gumpining qiyinlik darajasi yuqori. Hamda mashq qiluvchining yuqori saviyada tangpongliq va avrishimlikni talab qiladi. Ammo Wang Lu to'g'ri talanti va 2 yillik uzunga yugurish asosi bilan osonlik egilib oldi. Yaxshi-ku. Bir kundalik futqolingiz xeyli kiyib qopdi. Bundan keyin har kuni mashq qilishni davomlashtirsangiz, cho'qim o'rganib ketasiz. Qaytib borgandan keyin tog'dagi mehrigahlardan texmi ko'proq terib kelib, sizga rahmatimni bildiraman.
2 yıl burun helik turuplarını satqan pulning hammasi tugab ketgan. Siz o pullarning hammasini xashlab tugatib etdingizmi? Hozir saroyning chiqimini siz akab bergan mehrgiyonlar orqali aran yamab ketyaptiman. Bo'ldilar. Artıq ishqa boshqa turmay. Siz mo qaytib borgandan keyin yaxshi uygining. Yaxshi uygansiz, sizni dimlangan go'sht bilan mehmon qilaman. Haras, qaytgandan keyin sizga mashq obyektingizni tanishtirib qo'yaman. Ha? Hammasi sanga qoldi. Ügünüş əlacısı buluş, so'ngak məşq qilish, qadam məşq qilish, kunlar bir kundagi mushu jafoliq 3 tur bilan birning keyindan biriga ulashib ko'zni yumib ochqicha yana 2 oy o'tib ketdi. Mendek boytaqning ochig'ini keltirib o'yinni kim bunaqa yasab qo'ygandi? Ha? Muvaffaqiyat qozondim. Yaxshi bo'ldi. Oya ocham bir qo'l tisgan. Venba. Buning qiz keltirishga xeyli epi ekan, ha? Endi sana keldi Shavin. Bo'ldi, men sinab boqay. Ko'nglimni ilashtirib. Cho'shqa! Behmonkensiz. Qarshi olamiz. Siz buyurtgan yulduzga beqish ko'rinmasi bayil tayyor olgan. Hozirlakilay. Yulduzga beqish, sen mana shunday odatli odamlar ko'rmasini yoqtiramsan. Mening bir do'stim mushu oshpazligiga bekla amroq. Yo'q, mushu oshpazligidagi bosh oshpazga bek amroq. Nima? Raqobat o'xshamamdi u. Bo'ldi. Yap bo'lgan bo'lsang, boshlasak bo'ladi. Mangayli. Aldab qo'ydim. Bugun hajab boshqacha turdi-ku. Jinchaplashmagandi, ha? Nima? Oltin ko'mlash sehri? Voh! U da xatoni degan emasmi? Uning ustiga shayxoniy kitob o'qimay, shunday esli kitoblarga qiziqadi ekan. Bu kishi mening ustozimmi?些